Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz sizlar bilan Manhajul Alamiy A1 kitobini ko'rayotgan edik. Al-Wahdatu as-Sabi'a 7-chi bo'lim as-safar wal muwasalat, safar va bog'lanishlar. Mufrodat birliklar yarkabu minadi, tastag'riqu vaqtni oladi, sataftatihu ochiladi, tata'akhkharu kech qoladi, adfa'u to'layman, al-masafatu masofa, ar-rihlatu rihlat, as-safaru safar, mumti'un qiziqarli, bakhiratun paraxot kema, muzzahimun tirband, xobarun xabar, at-tariqu yo'l, tazkiratun chipta. Iboralar. Tarokib iboralar. Muqobalatu amalin ish uchrashuvi. Sayyaratu ujratin taksi. Binisbati ilayya mening nisbatimda, menimcha. Yarbitu bayna orasini bog'laydi. Shay'un tabiiy tabiiy narsa. Mada hadasa nima bo'ldi degan ma'nolarda keladi. Rihlatan sa'ida. Baxtli safar, yoqimli safar bo'lsin. Amirun va muvazzaf o'rtasida suhbat bo'lyapti. من فضلك أريد أن أحجز تذكرة إلى مكة. التماس men Makkaga chipta band qilishni xohlayman. Endi muvazzaf, ya'ni ishchi aytyapti. A'tini jawaza safar law samahta. Agar mumkin bo'lsa, pasportingizni bering menga. Tafaddal, marhamat. Mata maw'idur rihla. Safar vaqti qachon? Ya'ni mav'id degani belgilangan vaqt. Safarning belgilangan vaqti qachon? Fil yawmil khamisi min shahri Ramazon. Ramazon oyining 5-kunida. Va mata maw'idul 'awdati va qaytish vaqti qachon deyapti. Amir aytyapti fil yawmil khamisi wal 20. 25-kunda. Fi ayyi darajatin turid? Qaysi darajada xohlaysiz? Uridu fi darajatil ula. Birinchi darajada xohlayman. Thamanu tazkirati 100 alf va 500 dollar. Chiptaning narxi $1500. Tafaddal nuqud, marhamat pullar, rihlatan saida, baxtli safar deyilyapti. Bu yerda mashqlar bajariladi, ya'ni to'g'ri javob. Misol uchun, matndan o'qiladi-da, bu mashqlar bajariladi. Masalan, Amir safar qilmoqchi qayerga? Misol uchun Makkaga. Xuddi shunday bajariladi. Bu yerda savollarga javob beriladi. Bu yerda so'zlar lozim bo'lgani bilan bir-biriga bog'lanadi. Bu yerda esa 3 tadan bittasi tanlanadi. Xo'p, keyin bu yerda rasm uchun 5-chi mashqimizda rasmlar bilan so'zlarimiz, ya'ni gaplarimiz bog'lanadi bir-biriga. Istima' bor, istima' oxiridagi qirikod orqali eshitib bajariladi. Bu ham eshitish. Bu yerda so'zlarimiz eshitishda eshitilgan so'zlarni bajarish kerak ekan bu yerda. Ya'ni eshitishda kelmagan so'zlarni topish kerak ekan. Bu yerda ikkinchi qiroamiz bor. Tariqun jadid, yangi yo'l degan. Yusuf bilan Ibrohim suhbat qilyapti. Hal sami'ta bil xabaril jadid ya Ibrohim? Ey Ibrohim, sen yangi xabarni eshitdingmi? La ma sami'tu, mada hadasa? Yo'q, eshitmadim. Nima bo'ldi? Al hukumatu sataftahu tariqan jadidan lil qitar. Hukumat demak poyezd uchun yangi yo'lni ochmoqchi. Yarbitu baynal mudun, shaharlarning orasini bog'laydigan. Va sayamurru bi jiwari jami'atika allati tadrusu fiha. Va seni unda o'qiydigan universitetingni yonidan o'tar ekan, ya'ni o'tadi deyapti. Ibrohim aytyapti. Ro'i'un jiddan, judayam ajoyib. Al-qitaru asra'u min al-hafilati va arxos. Poyezd avtobusdan tezroq va arzonroq. As-safaru sayakunu sahlan binisbati ilayya. Safar mening nisbatimda, ya'ni men uchun osonroq bo'ladi deyapti. Li'anni ahyanan arkabu sayyaratu ujratin. Gohida men taksiga minaman. عندما تتأخر الحافلة بسبب الازدحام في وسط المدينة. Shaharning o'rtasidagi tirbandlik sababidan avtobus kech qolgan paytida men taksiga minaman deyapti. Xo'p, Yusuf, sahih. To'g'ri. Kullu al-amakin al-muhimma fi wasat al-madina. Madina, ya'ni barcha o'sha muhim joylar shaharning markazida. Al-maktabat wal-matajir wal-aswaq al-kabira va kullu shay'in, lakin al-qitar la yakun hunaka mushkilatun inshaalloh. Ya'ni hamma narsa o'sha shaharning markazida, misol uchun kutubxonalar, o'sha rassalar, do'konlar, bozor, katta bozorlar va barcha narsa, lekin poyezd unda inshaalloh muammo bo'lmaydi. Va sayakunu safar murihan laka. Va safar senga, ya'ni qulay va yoqimli bo'ladi deyapti.
ومتى سيكون الافتتاح ochilish qachon bo'ladi قالوا aytdilarki سيكون بعد 6 أشهر ya'ni 6 oydan keyin bo'ladi dedilar aytishdilar يا الله سأنتظر كل هذا ey Alloh ya'ni shuni hammasini kutamanmi ya'ni kutaman deyapti taajjub bilan aytyapti shunchasini kutamanmi degandek laysa katiron ko'p emas hada tabiiy bu tabiiy fal amalu kabir ish juda ko'p ya'ni ish ko'p deyilyapti shukron ya sodiqi rahmat ey do'stim hada ajmalu xabarin sami'tuhu al-yawm bu men bugun eshitgan eng chiroyli xabarlardan biri deyilyapti bu yerda ham mashqlar bu nimadan hivordan olib bajariladi ya'ni nassu yatahaddasu an ya'ni matn gapiryapti nima haqida mushkilatu dirasa o'qish muammosi ad-dirasatu bil jami'a universitetdagi o'qish haqida inshai tariqin jadid yangi yo'l qurilishi demak javobimiz mana bu uchinchisi bo'ladi xuddi shunday bajariladi savollarga javob beriladi bu yerda لماذا ستفتح الحكومة طريقا جديدا nima uchun hukumat yangi demak yo'lni ochmoqchi shu kabi savollarga matndan ya'ni hivordan o'qib javob beriladi uchinchi mashqimizda esa bo'sh joylarni to'ldirib chiqasiz uni ham matndan o'qib o'rganib chiqqan holda bu yerdagi so'zlarni ko'pligini keltirib chiqasiz toriqunni ko'pligi masalan turuqun bo'ladi hafilatunni ko'pligi hafilatun bo'ladi xobarunniki axbarun bo'ladi va hokazo mana shunday qilib ko'pliklarni yozib chiqishimiz kerak mashq bajarayotganda shartini tushunsangiz mashqni ham oson bajarasiz ho'p keyingi mashqlarimiz ham xuddi shunday suratlarga qarab muhadasa qismi bor yabdu annaka dek ko'rinasan masalan yabdu annaka maridun sen kasaldek ko'rinasan yabdu annaka saidun sen baxtlidek ko'rinasan ماذا حدث nima bo'ldi ماذا حدث في الطريق yo'lda nima bo'ldi بالنسبة إلي menimcha بالنسبة إلي أحب السفر بالطائرة menimcha ya'ni mening nisbatimda men samolyotda safar qilishni yaxshi ko'raman هذا أجمل خبر سمعته اليوم bugun eshitgan eng yaxshi xabarlarimdan biri bu deyilyapti bu yerda hivorlar bor og'zaki suhbatlar qilinadi bu yerda rasmlarga qarab gapiriladi bu yerda esa rasmdagi o'sha transport vositalari haqida gapiriladi rasmlarga qarab har biriga qoidalar bor fe'l moziy fe'liga o'sha olmoshlarni qo'shilishligi masalan raja'tu qaytdim raja'na qaytdik raja'u qaytdi va hokazo o'qib olinadi va bu yerda mashqlar o'sha qoida asosida bajariladi ya'ni tuslanadi bu yerda bu yerda ham xuddi shu qoida uni bu yerda to'ldirib chiqish kerak masalan bahasani bu yerda sa'alani bu yoqda vajadani bu yerda xuddi shunday endi bu yerda fe'llar qo'yiladi moziy ana va ailati misol uchun safaroni nima bo'ladi safarna bo'ladi biz safar qildik men va oilam xuddi shunday fe'llarni to'g'ri shaklda qo'yib chiqish kerak bu yerga bu yerda ham o'sha fe'llarni qo'yib chiqiladi huruful jar bor huruful jarlarni ya'ni jar qiluvchi harflar o'zidan keyingi so'zni jar qiladigan harflarni qoidasi berilgan bu yerda va bu yerda o'sha fe'l bilan keladigan masalan zahaba ila ga bordi safaro ila ga safar qildi vasala ila ga yetdi nazara ila ga qaradi sha'ara ni his qildi istamta'a bi dan rohatlandi bahasa an ni qidirdi ibtaada andan uzoqlashdi tahaddasa an haqida gaplashdi iqtaroba min ga yaqinlashdi roja'a min dan qaytdi roja'a ila ga qaytdi degan ma'noda keladi mana shunday iboralar bilan ya'ni harfi jarlar bilan kelsa ma'nosi har xil holatda bo'ladi fe'llar bilan xuddi predloglar ingliz tilida bo'lgani kabi mana bu yerda esa o'sha fe'llarni endi harfi jarlar qo'yib chiqiladi bu yerda ham xuddi shunday harfi jarlar qo'yiladi bu yerda yozish qismi bor tartiblab chiqiladi bu yerda gaplar tuziladi bu yerda mana fiqro yoziladi 80 ta so'zdan iborat bo'lgan o'sha shahardagi transport vositalari haqida shu bilan bizni 7-bo'lim tugadi shukron jazilan lakum